9 yillik umrimni har ko'rganimda eslatib turadigan shunaqa ajoyib sumkam bilan bugun xayrlashmoqchiman. Sumkalarim juda ham ko'payib ketdi, lekin bu ichida eng sannisi. Ya'ni 2016-yil Adajonim rahmatli, men student bo'lganimda shu sumkani menga sovg'a qilgandilar va oldin davrim, talabalik davrimda shu sumkalarni tutib maza qilib o'qiganman. Butun hayotda eslatib turadigan qadrli narsalardan voz kechish juda ham qiyin, lekin ikkinchi imkoniyatni beradigan bu bir ilovasi orqali kimgadir ikkinchi hayotni baxshida qilishingiz mumkin. Ikkinchi hayot baxshida qilish estafetasini Lola Official'dan ko'rdim, ya'ni Lola Yo'ldashevadan. Va men ham bu estafetada qatnashishga qaror qildim. Bir ilovasini yuklab olasizlar. O'zingizga qadrli bo'lgan narsani bemalol sotsanglar bo'ladi. Kichkina detaldan boshlab kattaroq narsalargacha. Va sizlar ham menga o'xshab kimgadir ikkinchi hayotni baxshida qilasizlar. Estafetani sizlar qabul qilib olishingizni juda ham xohlagan bo'lardim. Ilovani yuklab olganingizdan keyin registratsiyadan o'tasizlar. Registratsiyadan o'tishdan keyin rasmlarga olib, o'zingizga yoqqan tovaringlarni joylashtirasizlar va 9500 so'm to'laysizlar, bo'ldi. Va kimgadir ikkinchi hayot baxshida qilasizlar. Estafetani davom ettirib, siz ham ikkinchi hayot baxshida qiling.